Assalomu alaykum, hurmatli Sarhad.uz kanali obunachilari. O'tib borayotgan hafta mobaynida yuz bergan muhim voqea, hodisalar asosida tayyorlangan Sarhad hafta ichida tahliliy dasturining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlar Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti a'zolari o'rtasida eng ilg'or Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti ko'rik tanlovi o'tkazildi. Tanlovda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Toshkent viloyati kengashi vakillari hamda chegara qo'shinlari mas'ul ofitserlari tomonidan ishtirokchilarning bilim va mahoratlari sinovdan o'tkazildi. Eslatib o'tamiz, bu kabi tadbirlar respublikamiz bo'ylab barcha viloyatlarda o'tkazilmoqda va g'oliblar respublika bosqichlarida o'zaro bellashadilar. Jizzax viloyati Zomin tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismda uch avlod uchrashuvi ma'naviy-ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda chegara qo'shinlari faxriylari hamda yurtimiz chegaralarini himoya qilayotgan ertamiz egalari ona vatan sarhadlarini himoya qilish sharafli va mas'uliyatli burch ekani to'g'risida o'zaro fikr almashdi. Uchrashuv davomida faxriylar boy hayotiy va xizmat tajribalari, yurt tinchligi hamda chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlash yo'lidagi fidokorona mehnatlari yoshlar uchun ibrat maktabi bo'ldi. Farg'ona viloyatidagi harbiy qismlarning birida o'z yigitlik burchini o'tayotgan ertamiz egalarini kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha navbatdagi mashg'ulotlar o'tkazildi. Unda askarlar axborot texnologiyalari sohasi bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Shuningdek, mashg'ulotlar davomida muddatli harbiy xizmatchilarga avtomobillarni ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish tartiblari bo'yicha ham zaruriy ko'nikmalar o'rgatildi. Shu kabi mashg'ulotlar Qashqadaryo viloyatida yurtimiz chegaralarini qo'riqlayotgan muddatli harbiy xizmatchilar bilan ham muntazam ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Bu galgi mashg'ulotlarda G'uzor tumanidagi 1-sonli kasb-hunar texnikumining malakali mutaxassislari yurtimiz posbonlariga avtomobil motor qismlarining tuzilishi, ishlash mexanizmi hamda yuzaga keladigan nosozliklarni bartaraf etish usullarini amaliy misollar yordamida batafsil ko'rsatib berdilar. Ortda qolgan hafta mobaynida chegara qo'shinlari faoliyatida yuz bergan muhim voqea, hodisalar tafsiloti hozircha shulardan iborat. Unutmang, chegara qo'shinlari faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar Sarhad.uz Telegram kanalida. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.